Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar, ahli vodiy, ahli O'zbekiston. Mana bugun 25-mart holatidagi g'ishtlarimiz yuklanyapti. Bog'dod, Quvaga, tomonda Namanganga g'ishtlarimizning holati mana yangi. 25-mart. Yomg'ir yog'yapti turgan kundagi g'ishtlar yuklashyapti mana. Sifatlarini o'zingizlar ko'rib turibsizlar, yaltirlab ertalab saharlikka yevaveradigan g'ishtlar chiqyapti. Xudo xolasa sifatlarini mana ko'rib turibsizlar, ranglarini ham. Tomonda havoga mana yuklanyapti. Mana yaqindagi holati. Bu tepada bir ikkita qora g'ishtlar turibdi. Ularni sanoqdan tashqari tepaga tashlab qo'ygan, oxiri tentni yopganda qaytarib tashlab yuboradigan g'ishtlar. O'shalar hisobga olmaganda g'ishtlarimiz zo'r chiqyapti. 25-mart holatidagi g'ishtlar. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidagi zavod narxi 850 so'm bo'lyapti. Ushbu kunlarda eski videolarda ko'rib, kimlardir g'ishtlar 730 so'm ekan, 750 so'm ekan deb aytilyapti. Xudo xolasa narxlarini, ichkaridagi g'ishtlar holatlarini ko'rsataman. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Mana g'ishtlarimiz mana yaqindagi holati. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xuddi mana shunday g'ishtlardan yetkazib beramiz. Yana bitta narsa, zavodga borib o'zimiz olib kelsak bo'ladimi deganlarga mana ochiqlar ham bor. Ertadan keyin 10 kundan keyin mana shu zavoddan kim g'isht olishi aniq. U kirib boshqaga berish 850 so'mdan bu mashinalarga berilyapti turgan bo'lsa, 900 so'mdan ham boshqaga berishning imkoni yo'q bu yerda. Chunki doimiy ishlaydigan odam, bir maytalik emas. Shularning hisobiga olib ketish hozircha qiyinroq. Vaqtlar o'tib, yozda sal serogarchilik bo'lganda olishning imkoni bo'lishi mumkin. Mana ichkaridagi g'ishtlarning holati. Yuklashyapti. Yomg'irda tomga qaramasdan ishlarimiz holati a'lo darajada. Narxlarini sal arzonroq qilsak bo'lmaydimi deganlarga g'ishtlarimizni holatini ko'rib turibsizlar. Ammo Bog'dod rayonida bunaqa pechatsiz bo'lsa ham bunaqa kачестволi g'isht bo'lmasa kerak menimcha. Shuni hisobiga narxlarimiz ham o'ziga yarasha. Bemalol xohlagan zavod bilan, xohlagan g'isht bilan solishtirib olsang bo'ladi. Biz olib borib turgan g'ishtlarni. Narxi arzon bo'lsa, arzon g'ishtdan olib borib turgan bo'ladi. Bemalol mana shu nomerlarga bog'lansalaring, yetkazib beraveramiz. Mana g'ishtlarimiz tepadagi yuklanib turgan holati. Hozir ichkaridan sizlarga ko'rsataman. Mana g'ishtlarimizning ichkaridagi holati. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Arzon narxlarda. Vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. Vodiydan tashqarilariga dastavkasi o'ta qimmat bo'ladi. Misol uchun kimlardir ko'rib bizga Toshkentga dastavka bormi deganlarga ham qilib berishimiz mumkin, lekin narxlari qo'shiladi. Kim ko'tarsa, vodiy bo'ylab emas, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz mumkin. Dastavkasi oddiy bitta mashina borib kelishi Toshkentga 1 million bo'ladi. Endi 8000 ta g'isht bilan ancha pul bo'ladi. Ko'tarsa, bemalol dastavka qilib beraveramiz. Yuklanyapti turgan holati mana ichkaridagi xuddi o'sha g'ishtlarda holat. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, yetkazib beramiz.